Bugun Dead Cells o'yinini birinchi bosqichini urun yemasdan o'tishga harakat qilamiz. Birinchi bo'lib boshlang'ich joydan pastga tushib, assassinlarning emblemasini qo'yib olish kerak bo'ldi. Bunda assassin emblemada har bitta o'ldirganimda 1,5 sekundga ko'rinmas bo'ladi personaj. Pastga tushamiz sekin. Mana yurishdi. Bitta ham urun yemasligimiz kerak. Sal qoldi ochishiga shu ham. Mana shu bombasi kelib urun berib qo'ymasa bo'ldi. Lazer so'rar ekan. Bam. Yaxshi, sal qoldi, sakrovdi. Tiyishiga sal qoldi o'sha yashil. Urunga kuchaytirib yuboramiz. Buni oldiga tushish kerak. Bomba otdi, qoch. Yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, kirib oldik. Qani, hech kim yo'q hozircha. Ana yurgan ekan. Oltin. Qalqonli chiqdi. Buni ham easy bu ham. Eshik. Botda hech nima yo'q, botni bilaman. Pastga tushamiz. Boshim o'yna. Voy. Yaxshi sal qoldi. Haromi, urun yemasdan o'tmoqchi edim. Bombasi kelib portladi. Urguni mayli endi o'tib qo'yaveraylik endi. Bitta urun yedik, hech narsa qilmas. Yaxshi. Bu ham urun berdi. Bugun kunim emas ekanda. O'q uchib kelishini qara. Buni ham urib yuboramiz. O'nga yetmay qoldi. Bo'ldi. Sandiq nima chiqar ekan? Buff. Buni bossga personajga buff bo'ladi. Necha sekundga. Boss. Bossni yutish kerak, обязательно zo'r narsalar beradi. Qalqonli ekan. Nima bu? Nima? Yomon ko'p katta urun oldi lekin. Bundan qochish kerak, nimadir qilib keyingi safar ishlatganda. Ana qochsa bo'lar ekan. Yaxshi, jon ozgina qoldi. Urib tashlash kerak. Qalqonni qaratib oldi, qoch. Yaxshi. Bo'ldi, o'ldi. O'lmadi. Bo'ldi. Bizga qanaqadir tumor, kalit berdi. Pastga tushiraylikchi, nimadir chiqib qolar. Eshik. $1000 ga bir oy yashayman. 1000 ta tangaga. Sotib olmaymiz bu eshikni. Sekin yo'limizda davom etaveramiz. Bam. Mana bitta urib qo'ymasa bo'ldi, mana shu qalqonni qo'rqib turibman. Bo'ldi, u ham o'ldi. Ketu. Bu yerda bizga kerakli narsa yo'q. Sotib olmaymiz hech narsa. Ana oxirga ham keldik. Bitta tepani qarab tushaylikchi, keyin kelib kirib ketamiz portalga. Magnit. Buni sotib olish kerak bu. Orujasini tortib oladi ular. Ana. 15 sekund ekan faqat desa. Bekor sotib oldingmi deyman-da. Ish qilib yaxshiligiga bo'lsin. Davomi chiqishini xohlasangiz like bosib, podpiska bosib keting.